havas qilsa arziydigan uy 103 kvadratdan iborat bo'lib, biz tomonimizdan barcha ishlari amalga oshirilgan. Hozir sizlar bilan birma-bir tanishtirib o'taman. Eshikdan kirib kelish bilan biz hollga to'g'ri kelamiz. Ya'ni bu holl qismida nimalarga e'tibor berganmiz? Ya'ni yorug' svet, ortiqcha bachkanalik, ortiqcha detallar yo'q. Kirib kelganimizda shkaf qilingan, ya'ni buning ichida kirib kelgandagi oyoq kiyimlar va undan tashqari kiyimlarni ilib qo'yish uchun juda ham zo'r qilingan. Katta, ko'rib turganingizdek, undan tashqari tepa qismlariga masalan har xil chemodanlar, shunga o'xshagan narsalarni qo'yib qo'yish mumkin bo'ladi. Xo'p, endi holldan biz to'g'ri oshxona va studiyniy shaklda qilingan zalga kirib kelamiz. Ko'rib turganingizdek, bu joyda ham juda ham did bilan ishlangan, ya'ni har bir detallarga e'tibor qaratganmiz. Hurmatli yurtdoshlar, qaranglar. Mana bu joyda o'tirib bemalol televizor tomosha qilib o'tiradigan, ya'ni mягкий zona qilingan va undan tashqari hozirgi zamonaviy uylarda bilasizlar, oshxona bilan zal qo'shib qilinadi, ya'ni studiyniy bo'ladi. Shuning uchun bu joyda masalan mehmonlar kelgan taqdirda ham mehmonlarni kutib oladigan eng zo'r joy qilingan. Buning tepasiga ko'rib turganingdek, ya'ni qandillar ham qo'yilgan. Nima uchun desa, bu alohida zonaligini ajratib turishi kerak bo'ladi har doim. Endi kelinglar. Masalan, uy egalari, ya'ni ayollar oshxonada juda ham ko'p vaqtlarni o'tkazishadi. Ayollar uchun barcha sharoitlar qilingan. Qaranglar. Oshxonada masalan taom tayyorlanib, bu joyga qo'yganda, ya'ni ko'rib turibsizlarki, stollar qo'yilgan. Uy egalari bemalol bu joyda o'tirib ovqatlanib, ertalabki, ya'ni tezkor nonushta yoki tezkor ovqatlanish degan tushunchalar bor. Ana o'shalarni bemalol o'tirib, tezda ishlariga, o'qishlariga ketish mumkin va uy bekalari bemalol yana qolgan narsalarni olib, tozalab, saramjon sarishta qilib qo'yishi mumkin bo'ladi. Undan tashqari e'tibor berish kerak bo'lgan narsalar bor. Ya'ni biz ventilyatsionni sistema qilganmiz, ya'ni havoni tozalab, havoni uy ichida aylantirib toza havo berib turish uchun. Bilamiz, bugungi kunda O'zbekistonda, ya'ni havo ifloslanishi tezlashib ketib qoldi. Shuning uchun biz ventilyatsionni sistemalar qilganmiz. Uyda har doim toza havolar bilan ta'minlab turadi. Undan tashqari qo'shimcha mana Dyson uskunalari bor. Bu ham ya'ni oshxonalardan chiqqan har xil hidlarni yoki uydagi mo'tadil o'sha havoni tozalab, chiroyli qilib berib turadi va undan tashqari masalan mana e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlardan oshxona bilan hollni bemalol ajratib qo'ysa bo'ladi. Tashqaridan kelgan odam bu joyda o'tirgan mehmonlarni masalan bezovta qilmaydi yoki nazari tushmaydi. Kelib u yoqdan bemalol kirib ketishi mumkin, o'zining xonasiga yoki ishlarini bitirib yana qaytib chiqib ketishi mumkin bo'ladi. Hozirgi zamonaviy stil bu, minimalizm stil deyiladi. Ortiqcha detallar yo'q, ortiqcha bachkanalik yo'q. Hamma narsa o'z o'rnida, hamma narsa o'zini o'ylangan nuqtasiga qo'yilgan. Bu uyimizda ham dizayni, ham remonti, ham mebel ishlarini ham biz amalga oshirganmiz. Mebellarni ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli, o'rtasi krashitni va e'tibor beringlar, mana bu kartinaga 1440-yilda chizilgan desam mubolag'a bo'ladi. Bunday qilsa bu televizorga aylanadi. Buni televizor qilib bemalol ko'rsa bo'ladi, hurmatli yurtdoshlar, chunki mягкий zona bo'lgandan keyin albatta televizor bo'lishi kerak, chunki insonlar madaniy dam olish kerak bo'ladi. Har qanday ko'rsatuvlarni ko'rib, maza qilib uyda yashash kerak bo'ladi. Hozir endi sizlar bilan ota-onalar yotoqxonasiga o'tamiz. Ketdik. Bu ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, yorug' qilganmiz. Ya'ni 2026-yilda moda bo'ladigan Blue Dancer deb nomlanadigan rangda ishlatganmiz. Juda ham chiroyli, ortiqcha bachkana narsalar yo'q. Yotoqxonada aynan mana shu narsalar kerak bo'ladi. Chunki bu joyda inson maza qilib dam olish kerak bo'ladi. Ortiqcha detal, ortiqcha ranglar, yana ortiqcha qandaydir jihozlashtiraman degan insonlarda bu narsa fikrdan uzoq bo'lish kerak. Chunki mana ortiqcha umuman hech narsa kerak emas. Yotoqxonamiz ichida garderob bo'lib, garderobimizda mana hozir mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli qilingan. Bu joyda ham kichkina joydan unumli foydalanilgan. Yotoqxonamizning kvadrati kichkina bo'lishiga qaramasdan, bu joyda och ranglardan foydalanib, meblerovkani to'g'ri qilgan holda hozir ko'rib turibsizlarki, xonamiz keng va yorug', maza qilib yashaydigan xona bo'lib turibdi. Uyimizning yana bitta xonasi, bu xonamiz detskiy hisoblanadi, lekin aslida biz shunaqa planirovka va shunaqa yechim qildikki, kelajakda родительский spalniga aylanadi. Hozir bo'lsa, bolajonlar bu joyda yashashadi. Ko'rib turganlaringdek, ular uchun dars qiladigan joy qilganmiz. Undan tashqari keng o'quv qurollari, boshqa narsalar va kiyimlar taxlash uchun
joy ham qilib qo'yganmiz. Xonani ko'rib turibsizlar, juda ham yorqin ranglardan ishlanilgan, qandillar ham juda ham yarki bo'lib yonib turibdi. Uyga kirganda insonni havasi keladigan xonadon bo'lgan. Biz hozir uyimizni sanuzul qismidamiz. Sanuzulga ham juda ham keng joy ajratilgan. Ko'rib turganingdek, rakovina ham juda ham katta va undan tashqari kir moshina va sushilka qilingan. E'tibor berishinglar kerak bo'lgan muhim jihatlardan biri, uyimizda ham vanna bor, ham dush bor. Nima uchun bunday qilingan desa, uy egalari juda ham ko'p chet ellarda ko'rishgan bu narsalarni, qulay, zamonaviy. O'shaning uchun ikkita cho'milish joyi ajratildi, ya'ni vanna va dush. Hozir bu kir moshina o'zining joyiga qo'yiladi, hozir boshqa joyda turibdi. Har bir narsa o'ylanib, oldindan hisob-kitob qilinib, keyin proyekt qilingan. Mana o'shaning uchun uyimiz hozir juda ham chiroyli turibdi. Bu uyimizga tarobka holatdan mana shunaqa holatga kelgungacha $65,000 pul ketdi. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsalardan bittasi, bu uyimizga eng saralangan qurilish mollari, premium sifatdagi qurilish mollari ishlatilgan. Uyimiz yoqqan bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar sizga ham mana shunaqa individualniy yondashib, individualniy proyekt asosida mana shunaqa go'zal xonadonlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz sizga eng yaxshi uylarni, remontini, dizaynini va mebelini qilib beramiz.